Assalomu alaykum qarshi moto obunachilari. Mana 12-avgust sanasiga 200lik Hunji mototsiklimizni Surxondaryoga chiqaryapmiz. Hozir egalari mashina to'g'ib kelgan ketdi, mashina bilan olib ketadi o'zlari. Kuzovimiz 2 metrga 1.40lik. Mana qo'shimchalar kaska, maykalari, futbolkalari bilan badan ketyapti. Yurishlari bitta gapda. Gaz shart emas, porotlari. Kimga shunaqa mototsikllar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana benzinli, tokli, kimga shunaqa tokli benzinli mototsikllar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdan nomerlarga aloqaga chiqsangiz, 1 tonnalik 500 kilolik tokli mana bunaqa stakan Hunji modellarida mototsikllar bo'ladigan bo'lsa ham va ichkarida ham bor. Hozir bugun yuklarni olib keldik hali. Taxlaganimiz yo'q. Yatak-yo'tak ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi ham. Mana bunaqa cho'ntak modellar, ya'ni bunisi prava so'ramaydigan modellar bu bunaqa tezlik kuchliroqlari kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsangiz, ular bilan qilib beramiz. Bularni tez taxlash degani baka oynalarga, tormozlarga qarab chiqamiz. Olib kelgandan keyin tayyor holatda olib kelinganlarga bir qarab chiqiladi. Ko'z yugurtirib, hamma bort qismlariga, o'pshiga bir qarab ko'rib, tekshirib chiqiladi buni. Bunisini tablolarni qo'yishimiz kerak. Mana tablolarni qo'yish kerak. Tablolar qo'yib, akkumulyatorlar mana shunday holatda. Bu mana shu markadagi mototsikllar, ya'ni korobkadagi holati. O'shani akkumulyatorlari 4 ta bo'ladi, 20 likdan. Bularni tekshirishga va ular bilan ham tekshirib chiroyli qilib beramiz. Kimga shunaqa mototsikllar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsangiz, chiroyli qilib beriladi. Mana mototsiklimizni otdik. Mototsikl egalari rasmiy tushish, video tushish xohlamadi-yu. O'zimiz chiroyli qilib video loading deganiga chiroyli qilib ba'zi baylab Surxondaryo o'ziga jo'natib yuboramiz.